Ertalabki nonushdagi ideal retsept bo'yicha yumshoqqina, do'mboqqina shokoladli pankek tayyorlaymiz siz bilan. Hop, idishimizga 3 dona tuxum, 5 osh qoshiq shakar, 2 choy qoshiq vanilin, tuz, 250 gram iliq qatiq, 50 gram eritilgan sariyog' solamiz va hammasini aralashtiramiz. Hop, keyin bu massaga 250 gram oliy navli unimizdan qo'shib, 2 choy qoshiq razrixitelь qo'shamiz va venchikda qumoqlarini ketkizgancha yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor xamir mana shu konsistensiyaga o'xshab bo'lishi kerak. Pishirishga qulay bo'lish uchun konditer qopiga solib olamiz. Endi qizib turgan tovoga xamirni qo'yib, ustiga bir bo'lish shokoladdan joylashtiramiz. Shokoladning ustini yopishib, ozgina yana xamirdan quyib chiqamiz. Tovoni qopqog'ini yopib, 1 daqiqa, 1,5 daqiqada pishirib olamiz va har tarafini past olovda pishirib olamiz. Mana ko'rib turibsizki, to'mboq, yumshoq shokoladli pankekimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.